Shojaxon. Kesishgan joyga qo'yasizda, yo'lni tepaga belgilangan, insonni pastga belgilangan qo'yib, mana shu joyda burchak olasiz. Qarang, men soat mili yo'nalishi bo'ylab dedim. Soat stilkasi uchun milga teskarini qo'ymang. Soat miliga qarab to'g'ri yurasiz. Agar siz teskari o'chadigan bo'lsangiz, teskari direksiyon burchak qo'yasiz. Teskari qilasiz. To'g'ri ochasiz. 0 ni qat'iy qo'yamiz. 0 tepada bo'ladi. Mana bu yerda meridian chiziq bor. Mana bu yerda chiziq kesishgan. Markazda pilisi bor, yo bo'lmasam teshib qo'ygansiz. O'shani kesishgan nuqtasiga qo'yasiz. 0 tepada turadi, 180 pastda turadi. Shunda burchak o'lchaysiz. Xo'p, endi qarang. Soat stelkasi bo'ylab chiziqgacha yetib keldim. Keyingi gapda nima dedik? Chiziq yo'nalishini hisobga olishimiz kerak. Chiziq yo'nalishi S'dan A'ga qarab ketgani uchun hozir bizda yo'nalishni to'g'ri turibdi. Agar A'dan S'ga qarab yo'nalganda edi, yo'nalish nima qolardi? Pastga qarab turgani uchun pastga qarab o'tib kelishimiz kerak edi. Hozir yo'nalish to'g'ri turgani uchun shu burchak qoldi. Demak, bizda alfa S A burchak ma'lum bo'ldi. O'lchab olasiz, mana masalan 70 gradus chiqdi. Xo'p, mana buni ataylab shu meridianga yaqin qilib oldim. Bunda endi nima qilasiz? Kesishgan nuqtasi yo'q-ku. Mana bunga chiziqni meridian parallel ko'chirasiz. Parallel ko'chirganingizda endi sangiga sal ko'proq chiqadi, mana shu holatda turadi. Endi siz o'zingizda to'g'ri qilib ko'chirasiz. Kesishgungacha ko'chirasiz. Yoki bo'lmasa chizig'ingiz bu yerda to'xtab qolgan bo'lsa, siz davom ettirib olib ketsangiz bo'laveradi. Tushundingizmi? Davom ettirib olib ketsangiz bo'laveradi. Ustini tushib qolsa-chi? Ustini tushirmaslikka harakat qilaman. Ustini tushib qoladigan bo'lsa, unda burchak o'lchashni shart emas. Shu yo'nalishda bo'ladi. O'zi berilgan. Yoki 0 bo'ladi, yoki 180. Hop, kesishtirdik deylik. Mana masalan, mana bu yerda kesishtirilgan. To'g'rimi? Kesishgan vaqtda endi qarang, mana bu chizig'imiz kesishgan vaqtda 180 gradus, to'g'rimi? Bitta 180 ga ozgina yetmay qolyapti. Shuncha endi davom ettiramiz. Boyagi ishimizga. Shimolga yo'nalgan o'q meridianni olib kelasiz, yana shu holatga kesishgan joyga qo'yasizda, soat mili bo'ylab yurasiz. Va bu holatda ham nima bo'lyapti? Yo'nalishimiz o'lchangan burchak yo'nalishiga ustma-ust tushyapti. Bunda endi masalan bu alfa A B bo'ladi. Masalan 177 gradus. Shunday qilib o'lchab olasiz. Ana endi uchinchisida qarang, e'tibor bering. Uchinchisida xuddi shunday bu ham kesishgan nuqta farqi yo'q, yoki bundan yoki bundan. Ikkalasi ham bir burchak beraveradi. Nima bunday ko'rinish uchun olyapti. Xo'p, ketdik tarif bo'yicha shimolga yo'nalgan o'q meridiandan tepadan soat mili yo'nalishi bo'ylab yurganimizda chiziqgacha yetib keldik. Ana endi e'tibor bering. Chizig'imizda yo'nalishiga qarashimiz kerak. Yo'nalish qaysi tarafda turibdi? Tepada turibdi. Agar pastda turganda shu burchakni o'zi qoladi. Tepada turgani hisobiga nima qilaman? Bitta aylanib o'tib olaman. Ya'ni o'lchangan burchagingizga 180 qo'shiladi. 180 qo'shib bo'lsa bo'ladi. Mana shu chiziqgacha o'lchab olasiz. Agar yo'nalishingiz teskari bo'lsa, shu 180 qo'shiladi. Albatta. Yoki bo'lmasam teskari, hozir yana bitta chiziq qilib ko'rsatib beraman. Uni teskari olishim mumkin. Xo'p. Bunda endi alfa 300 B S necha? 300 deylik, 320 ga yetib. Mana shunday qilib burchak olamiz. Kim qayerga tushmay qoldi so'rang. Chiziq o'tkazgan joy deydi. Ha, chiziq o'tkazdi. Hop, yana Direksiyon burchak shunda xos hisoblab berasiz. direksiyon burchak tushmay o'lchab olasiz. Kim tushunmadi yana? Kort sizga tushunarsiz bo'ldi.
To'g'ri siz tushunarsiz. Soch yaratish kerak endi sizmi? Ha, Shuning uchun sizga to'g'ri bo'lib keldi. Aralashmaydi. Yana qolgan hammasi tushunarlimi? Qanday burchak olish tushunarlimi hammaga? Qarang, mana bu A, B chizig'imiz, A, B chizig'imiz sal qo'polroq tushundiraman. Chizig'imiz. Mana bu A, mana bu yerda B. Va meridian chizig'imiz bor. Meridian chiziq mana bu yerda turibdi, to'g'rimi? Meridian chiziq sal mana shu holatda ham tursa, mana kesishmayapti deylik. Boshqacharoq chiqadi. Qarang. Bu holatda mana bu meridian agar sizda joyingiz kengroq bo'ladigan bo'lsa, pastga davom ettiraversangiz, sayrlarda kesishadi, to'g'rimi? O'shanday olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu chiziqni men parallel qilib ko'chiraman bu yoqqa qarab. Bu yoqqa ko'chirganda mana holatga kelyapti. Mana bu chiziqni bu yoqqa olib kelyapti. Meridian. Bunda ham xuddi shunday. Mana bu chiziq bu yoqqa parallel qilib ko'chirildi. Tushuntira oldimmi yo yana qaytaryapti? Bunda uch burchakning bir qismi bu tarafga o'tgani uchun mana bizga qo'shimcha chiziq bo'ldi. A1 B1 deyapti. A1 B1. Bu meridian mana bu tarafda turibdi mana. Bunda ham xuddi shunday. Mana bu holatda turibdi, lekin bu yerda meridian turibdi. Kesishmaganligi uchun mana bu meridian chiziqni parallel qilib olib kelyapman mana bunga kesishtirish uchun. Kesishadigan qilib parallel qilib sursangiz bo'ladi. Chiziq qo'shimcha chiziq yordamida. Shu lelinggiz bilan chiziqni qo'yib turib, parallel qilib surib olib tortsangiz kesishadi. Juda Yo'q, kesgan joydan burchak. 180 ga yaqinroq son bo'lgani uchun mana bu parallelga o'xshab qolgan mana bu yerda. Bunda sal meridian kesib ketdi. Parallel ketib olganingizdan keyin burchak o'lchaysiz. Mana bu holatda qanday bo'ladi? Xo'p, kesishgan joyda olaman, transparentga qo'yaman, soat yo'li bo'ylab chiziqqa yuraman. Bunda shunday burchak qoladimi? Qoladimi? ya'ni Chiziq A'dan B'ga qarab yo'naladi. 180 qo'shamiz. 180 qo'shib chiziq yo'nalishi kerak keladi. Soch agar meridian bilan ikkitasi kesish bo'lsa, Mana ikkita kesishga mana bu obyektlar, mana bu yerda kesish. Tushunyapsizmi? Ikkalasi farqi yo'q. Bu burchakni olsangiz ham xuddi shuni beradi, bundan olsangiz ham mana shu burchakni beraveradi. Mana bunda ham xuddi shunday. bitta bo'lsa bo'ldi, bitta yo'nalish. Xohlagan bittangizni siz o'zingizga qulay bo'lganini olasizda, burchak o'lchab olasiz. Meridiandan olamiz. Meridianimiz o'q meridian, e'tibor bering, o'q meridian. Hozir endi keyingilarga o'tganida keyin meridian yetamiz. o'q meridianda soat bo'yicha Yozib qo'ying.